Alisher Navoiyning ismini bilmaydigan o'zbeklarni ham ko'rdim. Madaniyatini hamma ko'rsada, chet tilini bilsa. Chet elda yashash ko'proq madaniyatni o'zgartirishi kerak. Endi faqat o'zbek tiliga yopishib olish kerak-a? Ha, ta'sir qiladi. Chet tilni bilmagan odamni men ahmoq, debil deb bilaman. Chet tilini o'rganish insonni o'z madaniyatidan uzoqlashtiradimi? Yo'q, odam tanishiga, muloqot qilishiga yordam beradi-ku. Ota-ona o'zi uyida bola 18 yoshga kirguncha qadriyatlarimizni, ma'naviyatimizni bolalarga o'rgatadi-ku. Yo'q, men sizlarga aytib beraman, men 25 yil Rossiyada yashadim. Alisher Navoiyning ismini bilmaydigan o'zbeklarni ham ko'rdim. Ko'rib Tarbiyasiga qanchalik ta'sir qiladi? Ijobiy, doim 100%. Chet tilni bilmagan odamni men ahmoq, debil deb bilaman. Это зависит от самого человека и то, как он воспринимает. Если это как бы улучшает его качество жизни, то он может привыкнуть к лучшему, потому что к лучшему привыкается легче, да, чем к трудностям. Но все равно корни остаются корнями. Ularni madaniyatiga kirib borish mumkin, lekin madaniyatdan uzoqlashtirmaydi. Ha, ta'sir qiladi. Chet tilni o'rganayotgan paytda baribir uni yaxshiroq o'rganish uchun uni madaniyatiga kirishingiz kerak bo'ladi. Urf-odati, hamma narsasini o'rganishingiz kerak bo'ladi. Baribir odamga ta'sir qiladi. Chet elda agar uzoq muddatda boshqa millatlar orasida yashasangiz, boshqa davlatda o'zgartirish mumkin, lekin chet elda ham masalan hamma joyda o'zbek hamjamiyatlari bor. Ular bilan yashaganda nisbatan o'zgartirmasligi mumkin, lekin 2-3 avloddan keyin baribir til madaniyat o'zgarib ketadi. Yo'q. Qaytanga foyda yo'q. Madaniyatini hamma ko'rsada, chet tilini bilsa. Zo'r buni. Men bolalarim ham ingliz tiliga borishadi. Har bir odam chet tilini o'rganish uchun to'g'ri birinchi uni madaniyatini kelib chiqib o'rganadi, lekin o'zini yurtida yashar ekan, o'zi tengdoshlari bilan yurganligi uchun o'z madaniyatida qoladi menimcha.